Agar bu gaplarni eshitmaganingizda rostdan ham ishonmagan bo'lardingiz, lekin haqiqatlarni bugun sizlar bilan bo'lishaman. Men ikraga uksus solaman. Men ikrani kastrulkada pishiraman. Shu qulay kastrulkamni qayerdan olganimni sizga bekitmasdan ayta olaman. Katta imkoniyatlarni siz bilan bo'lishaman. 26-iyun kuni bu do'konga aslo kela ko'rmang. Chunki uyda do'konida 26-iyun ertalabdan boshlab barakali juma aksiyasi boshlanadi. Bunda siz 5% dan 50% gacha shunaqa zo'r oshxona buyumlarini arzon narxda olib olishingiz mumkin. Agar siz 500 ming mahsulot xarid qilsangiz, kassa tomonga borganingizda sizga bonus sifatida yana sovg'alar beriladi. Har bir xaridingiz uchun 2% cashback ham berishar ekan. Bu qanaqasi? Do'konda yana bitta qulaylikni sizga aytib o'taman. 3 oy davomida foizsiz bo'lib to'lash uchun ham olsangiz bo'ladi. Boshida nega bu do'konga bormen deganimni sababi shuncha imkoniyatlarni tagida qolib ketishingiz aniq. Do'konda asosan uyga kerakli bo'lgan hamma buyumlarni topishingiz mumkin. Eng qizig'i, har kuni uyda do'konida haftalik chegirmalar ham bo'lib o'tadi. Men ham bugun chegirmadan foydalanib, o'zimga kerakli bo'lgan mahsulotlarni olib oldim va ham yonimga 2% cashbackimni tushirib berishdi. Agar siz barakali juma aksiyasiga qatnashadigan bo'lsangiz va siz 3 oylik bo'lib to'lash qiziqtirayotgan bo'lsa, albatta shu profilga obuna bo'lib qo'ying. Videoni eng yaqin bo'lgan o'rtog'ingizga jo'natib qo'ying.